Akalar ukalar, bu videoni bir ko'ringlar-da. Bu tuproqning ostida kelar jannat bor. Yo'l ko'rpaning tagida kapalakning o'zar. Bu tuproqning ostida kelar jannat bor. Yo'l ko'rpaning tagida kapalakning o'zar. Bu videoni ko'rib ishlaring odamni jahli chiqadi. O'gay onasi ikkala farzandini qalampir bilan boqyapti. Bolalarda nima ayb? Bolalarda nima ayb? Sho'x bo'ladi. Bu paytda o't bo'ladi, yuguradi, chopadi, o'ynab mazza qilgisi keladi. Lekin o'gayligini qilyapti. Qarang. Kommentariyasiga yozilgan narsalarni o'qib ko'zimga yosh keldi to'g'risi. O'gay onada baribir. Qalampir yig'izyapti. Nafaslari bug'ilib qolsa ham yig'izyapti. Bu jazolayapti ekanmish. Shunaqa insonlarni bilmayman. Yer qanaqaga ko'tarib yuribdi. Kommentariyasiga katta qilib yozib qo'ydim. Ishoning, bori shunaqa so'kdimki, bilmayman. Odamning ko'ziga yosh kelib ketdi. Bolalarni qarang, qalampirni shu darajada achchiqligini yeb, ko'zlariga yosh kelib, nafaslari bug'ilsa ham chidab yeb. Ming afsus. Ming afsus. Bu chet elda bo'lgan, menimcha, yo Turkiyada, yo Ozarbayjonda bir tilini tushunmadim to'g'risi. Chet elda bo'lgan bo'lsa ham bolalarga rahmim keldi. Akalar, ukalar noto'g'ri gapirgan bo'lsam, kommentariyada o'z fikringizni qoldirasiz.